Spani bo'ladigan raskladno diyorlarimizni mana rassetkalarini qo'yib qo'ydim. Mana ichi eni 1.40 oladi, uzuni 2 oladi. 1.60 mana eni. Ochilgani 2 oladi. Mana yarim spannisi. Bu mana dux spannida ishlataman deganlarga mana dux spanni holati. Ham o'tiradigan, ham yarim spanni, ham dux spanni 3tasi, 4tasi birda ichida. Xudo xolasa kimga shunaqa mebellardan kerak bo'lsa telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabga qilib beramiz. Kelishilgan holatda mana O'zbekistonda har bir joyga chiqarib bera olamiz, xudo xolasa. Buni ochib yopib ishlashini ko'rsatib qo'ying. Mana ishlashlarini ko'rasizlar. O'ta yengil ishlaydi. O'ta yengil ishlaydi ishlashlari. Uzunasiga hammasiniki 2 metr bo'ladi. Enida farq qiladi xolos. 1.40, 1.60 ligi bor. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa manzilimiz Andijonda. Ko'raveringlar mana. Materiallari mo'shi. Yog'och 100% sasnada. Yonlari displey MDF'da. Machalkali. Xudo xolasa sizlarni qiziqtiradi degan umiddaman. Like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar. Bir O'zbekistonda bir dunyo ko'rsa, bir O'zbekiston mebellarini.